shunaqangi o'qiylar borku, to'g'ri, sug'urib olishlik ilmi bor, ana shu kinniga bo'lsa-chi, yerni sug'urib olish kerak bo'lsa-chi, shunaqa joydan sug'urib olinglar, bo'shashmanglar. Sizlarni har bitta qadamingizga farishtalar qanotini yoyib turadi, ishoninglar. Ilm yo'liga chiqyapsizlar-ku, sizlar farishtalar qanotini yoyib turadi. Keyin Hazrat Ali bitta gaplari bor. Menga kim ilm yo'lida bitta harf o'rgatsa, xohlasa meni sotorsin deganlar-da. Ustozingizga bo'lgan muhabbatingiz so'nmasin. Ustozini hurmat qilmagan shogird hech qachon o'smaydi, esingizda bo'lsin. Hech qachon. Ustozingiz daromadi siz ayiz daromadidan past bo'lishi mumkin. Lekin ustoz ayiz ajratmayotgan vaqtni sizga ajratib beryapti. Qadriga yetinglar shu narsani. Ustozinglarni hech qachon xafa qilmanglar. Sinfinglarda kim o'zib ketadi aytingmi? Ustozinglarning mehri tushgan yigit o'zar. Shuning uchun ustozga yordam berishda, xizmatini qilishda talashinglar. Falonchi turing do'stgani arting desalar, misol uchun farozan, ustoz, nimaga faqat unga aytasiz, nimaga menga aytmaysiz? Menga ham ayting, meni xizmatingizni qiling, duoingizni oling, nazaringizga tushing, iltimos deb yalininglar. Bizni paytlarni musullarni sinfdan olib chiqib qo'ylardi, hozir bilmadim sizda bormi, yo'qmi unaqa narsa. Misol uchun bugun sen dejursansa, ruxsat bering, men ham qolay bugun. Meni xizmatingizni qilay deydi. O'shanda o'sasizlar, ishoninglar. Tani joningiz sog' bo'lsin. Ko'rib xursand bo'ldim sizlarni, juda ham. Bu maktabni bitirib chiqayotgan bu talaba farzandlarimizning Allohim kelajakda vatanimizning ravnaqi uchun insoniyatga foydasi tegadigan olim ulamolar bo'lishini nasib qilgin. O'zinglarga ilm robboniy ilmlar ladun bergin. Kelajakda vatanimizni, xalqimizni sha'nini ko'taradigan, butun dunyoning ilmini sug'urib oladigan yigit qizlar bo'lishini nasib qilgin.